1923-24 yillarda o'tkazilgan ma'muriy hududiy chegaralanishdan ko'zlangan bosh maqsad o'zbeklar davlatchiligiga bolta urish, ularning mintaqadagi madaniy, siyosiy hukmronligini yo'q qilish edi. Aslida o'zbeklarning ta'sirini kamaytirishga qaratilgan tadbirlar O'rta Osiyo Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi bilanoq boshlangandi. 1870-80 yillar mobaynida katta hududni egallagan Qo'qon xonligi tugatilib, uning hududi Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olindi. Xiva va Buxoro xonliklari yarim mustamlaka shaklida saqlanib qolgan bo'lsa-da, ularga tegishli bo'lgan hududlarning katta qismi Chor Rossiyasi tarkibidagi Turkiston general gubernatorligi tarkibiga o'tkazildi. Birinchi jahon urushidan so'ng Chor Rossiyasi o'rnida Sovet davlati qaror topgach, Markaziy Osiyo hududida qaytadan hududiy o'zgarishlar yuz berdi. 1918-yilda Turkiston general gubernatorligi o'rnida Rossiya tarkibida Turkiston Sovet Muxtor Respublikasi tashkil etildi. 1919-yilda Rossiya tarkibida Qirg'iz, Qozoq Sovet Sotsialistik Muxtor Respublikasini tashkil etildi. Hozirgi Qozog'istonning g'arbini egallagan ushbu respublika Markaziy Osiyoda Sovetlar tomonidan tashkil etilgan eng birinchi milliy respublika bo'ldi. 1920-yilda Qizil armiya qo'shinlarining Xiva xonligi hududiga bostirib kirishi natijasida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzildi. Shuningdek, 1920-yilda Buxoro amirligi o'rnida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi ham tashkil etildi. Ko'p o'tmay Sovet rahbariyati Turkiston Muxtor Respublikasi, Xorazm va Buxoro respublikalarini tarqatib yuborib, ularning katta qismini Qozoq Respublikasi va Turkman Respublikasiga qo'shib berish, shuningdek, ularning bir qismida har bir millat uchun alohida milliy respublikalar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qoraqalpog'iston va Tojikiston tashkil etish haqida e'lon qildi. Sovetlarning har bir millat uchun alohida respublika va avtonomiyalar tashkil etishdan ko'zlagan maqsadi quyidagilardan iborat edi. O'zbeklarni yakkalab qo'yish, har bir etnos o'z tili va madaniyatini rivojlantirish uchun o'z hududiga ega bo'lish haqidagi o'ziga jalb etuvchan takliflar bilan turkmanlar, qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar va tojiklarni o'z tomoniga og'dirib olish, ularni o'zbeklarga qarshi qayrash, Islom bayrog'i, yagona Turkiston g'oyalari ostida tub aholining jipslashuviga yo'l qo'ymaslik, Sovet tuzumiga qarshi ozodlik uchun kurash va bosmachilik harakati keng yoyilishini bartaraf etish. Edward Olwardning fikricha, 1924-yilda o'tkazilgan milliy hududiy chegaralanishdan ko'zlangan bosh maqsad birinchi navbatda o'zbeklarning O'rta Osiyo xalqlarini birlashtirish salohiyatiga